Hani başladık. Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan Word dasturining 3-chi darsi to'g'rimi? Worddan. Word dasturiga kirib olamiz. Hamma dosiyaga qarasan, ixtiyoriy kompyuter yap. Bakana novi dokumentni bosamiz. Bu yerga kiramizdan sizlar stavka bo'limini o'tdik. To'g'rimi? Stavka bo'limidan ish yakkalda yozilgan, to'g'rimi? Ishlar uchun o'tib qoldik. Bir tarafini o'tmadik. Tan davomini o'tamiz bugun. Ya'ni bo'limda ishlamaydi. Platniy bo'lgani uchun. Ssilkada ham bo'lim bor bizada. Silkilgan havoladormi o'zbekchasi? Ya'ni yo'riq. Biza shuni ishlatishni ko'ramiz hozir. Ishlatamiz bu narsani. Qaranglar. Uning uchun bizga bir matn kerak bo'ladi. Sal ko'proq matn. Matnimi teng lorem nimanda 200 matn yozib oldim, to'g'rimi? 200 matn yozib oldim. Endi kelgancha ishlataman. Qaranglar. Boshdan chiqaman buni. Hop chiqamiz. Endi bir YouTube'ga kirishim kerak. Yandex tutqunda. Nima xohlama YouTube'ga kirdim hozircha. Masalan, shuni 3 nuqtani bosamiz YouTube'ga kirib turib, videoning 3 nuqtasini bosamiz va qaranglar bu yerda. Qarang. Share degan tugma bormi? Share. Share'ni bosamiz, bizga yana silka chiqarib beradi. Ko'rdingizmi? Silka. Copy qilamiz, ustuna bossangiz copy qiladi va endi qaranglar. Men shuni tanlayman va silkani ustiga bir bostirib, silka degan tugmani bosaman. Mana adresni chiqarib berdimi? Ko'rdingizmi? Keyin men sizlarga klaviatura orqali o'rgatyaptim. Havola qo'shish nomadi, Ctrl K вот yangi chiqarib berdimi? Men ham Ctrl K ni bosib tashlasam bo'ldi. Endi buni ustidan chap kiramiz yana. Yasab ustada kelib Ctrl bosib, Ctrl bosam, barmoq tutib ko'rsam mana barmoq. Qo'l tutibman. Ustidan bir bosaman. Mana YouTube olib ketadi, ko'rdingizmi? Xo'p, assalomu alaykum yigitlar. Tushundingizmi, to'g'rimi shuni? Endi qarang, kimda zakladka degan narsa bor. Zakladkani chatib ishlaydi. Zakladka ishlashini tushunib beraman sizlarga. Zakladkani ishlashi. Buning uchun biza alomatdan qaranglar. Eng oxirida, oxirdagi beti matn tanlab oldim, to'g'rimi? Oxirdagi matn tanlab olib, zakladkani bosaman va bu yerga imya deydi. Imya degani bu yerda son yozib bo'lmaydi. Shuning uchun harf yozish kerak. Masalan, oxiri deb qo'ydim. Ya'ni bundan oxiri добавить bosdim. Shuni tanlab turib aytdim mana shu ishni. Tanlab turib aytdim. Endi qaranglar. Yana silka bo'limiga kiraman. Uning uchun yuqori chiqamandan qaranglar. O't tanlab, shuni tanladimmi? Endi yana silka bo'limiga kiraman va место вот dokument degan tugmani bosaman. Qarasam oxir tugma. Oxirini tanlaymandan OK bosaman. Mana bu silka bo'ldi. Buni ustuna bossam endi mana hech qanday saytga olib o'tmaydi. Buni ustuna bossam betimizning eng oxirini olib o'tadiman. Ko'rdingizmi? Tez olib o'tadi. Ancha o'tirmaydi-da. Yana tugmani bosaman. Qanchadan olib o'tib qo'yadi bani. Вот. Tushunarlimi shu yeri? Shuni tushundingizmi? Men zetda qo'yib chiqadi hozir. Tushundingizmi? Demak, silka bo'limidan o'tdik. Va bizlarga bo'lim kerakmaydi. Tamom, shart emas bu narsa. Asos silka bilan zakladka. Shuni o'tib qo'yibman. Keyin nima ya'ni bunda sizlar noyozsangiz bo'ladi. Neridan xatoliklardan o'zgacha aytganlaringizni yozib qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, shu fonni tanlayman. Va bu yerga yozib qo'yishim mumkin. Falon. Va buni biz xabar etib yorishimiz mumkin. Shuning uchun shart emas bizlarga nechtir bir ma'noda. Men eshitganim masalan shu xodim. Kerak bo'lmaydi bu narsa. Ctrl Z. Endi yaxshi. Qaranglar, endi biz bu yerda nima o'tamiz deb bo'limi. Hop. Bu bo'limda nechatasizlarda aytaymi? Bu bo'limda start loyiha qo'ysangiz bo'ladi. Yuqorisidan mushuna bosib qo'ysangiz bo'ladi. Qo'yib beramiz.
Ne? Biraz ko'zlar bağlı. By Mirxon. Ko'rdingmi? Ham korobkaga olib berdi, ham biraz ko'rdi. By Mirxon tomonidan deb chiqarib berdi. Tushunarlimi? Shunda o'zingizni pechatlaringizni ko'rsatsa bo'ladi. Pechatdan. Avtorskiga yana o'zing huquqing, o'zing narsani ko'rsang bo'ladi. Keyingisi novi Nажмите Quantity. Bu bölümde yine imanda yukarı yazgan bo'lsak, bu bölümde pesini yazsak bo'ladi endi, ko'rdingmi? Pesini bassam, bir de 3 tane yazsak bo'ladi masalan. Savod, xonlik, cha 21. Qtrl plus K. Men qabul yozibman. Savod, xonlik 20. Вот. Shuni yozib ko'rsatib bo'ladi. Ya'ni takrorlan bir pechat. Tushundingizmi? Va uchinchi narsa va numeratsiya, ya'ni sizlar ishda necha bit bo'lishlari hozir 10 bit bo'lmi? Shu varokning ish o'rtasına numeratsiya qo'yib beradi, qaranglar. Sverxu deydi, ya'ni yuqoridan, o'rtadan, ya'ni ish yuqori qismida joylashgandan снизу, ya'ni pastdan endi, qaranglar. Pastdan, o'rtadan, ya'ni masalan shuni tanlayman. Endi bosaman. 1 2 3 4. Sonrab berdirman. До конца sonrab berdi, eng oxiridan. 10. Tushunarlimi? Sonrab berdi, ha? Endi bu yerdan ko'rishingiz mumkin. Bu ham boshdan ko'rishingiz mumkin. Ben musha qo'shishingiz mumkin. O'g'lim musha. Xohlaganlaringizni qo'yasizlar bu narsani. Keyin tekstu. Bu bizlarga shart bo'lmaydi. Bu bizlarga kerakmaydi bu narsasi. Bismillah. Qaranglar. Autotest after dedi. After dedi. Nasıl? Bu bölümleri sizlar tushunarmagansizlar. Sizlarga dim qiyinchilik qiladi bu narsa. Bu narsa shart emas bizlar hozir uncha qiynalmaysizlar. Qaranglar. Bu bölümde endi biza bu narsasi bor. Bizlar bu narsani Главное bölümden ötürük diyorum, ötürük bu narsani. Umum bilasizlar. Shuning uchun konstruktor bölümüne o'tamiz bu safar. Jafarbek Karabotov dersi. Konstruktor bölümüne o'tamiz. Konstruktor bölümünde bizada ibn ranglar bor. Har xili bor. Lekin bular faqatgina silkalab ishlaydi. Tushunarlimi? Yo'q, endi bu arqa fonni o'zgartirishni beramiz hozir. Bu botirmiz astaqana уже ranglar bölümüne o'tdik-ku, o'ta bilan beramiz, hisoblayman. Keyin bu Office 2007-2010 yillarda, ya'ni shu Word'ning 2007-2010 versiyasida yozilishini tik bo'lgan. Shu imijga yozib chiqarib berasizlar, zakladka yozamana. Mana. Yozib turiblar. Bizlar bularni главный bölümünde bilan o'zgartirib turib ko'raman. Shu ham shart emas bizlar. Bu yerda yozamiz, bu yerda yozganimiz yaxshi bo'ldi shu asorat bizlar. Bizlar o'ynab turibdi. Qaranglar keyin bu yerdan fiklarni mesela yozib bo'ladi. Двойной deydi, приводной deydi. Yo'q, bizlar shart emas, to'g'risi aytayapman, shu yerda shart emas bizlar. Sos bilishimiz kerak bo'lgan narsa, men shriftini o'zgartirib yana o'zgartirib ketaveramiz mana. Kimsning roman 14. Всё. Eng standart narsa shu. Bo'ldi. Konstruktor o'taman. Qarang endi. Bu haqiqiy pechatlarimiz bo'lishi mumkin. Masalan, endi obrazец dedi. Tanlaymandan, qarang, tanladimmi? YouTube muzlanmasida obrazец deb yozib berdimi? Mana shuni tanlab turib, uyda yozishim mumkin. Obrazец o'rnini Amirxon deyman. O'ch bosaman. Amirxon deb yozamanmi? Endi buni kim olsana, o'g'illasam ham boshqasini ham biladiki, Amirxon degan odamki. Buni o'chirib ham bo'lmaydi, saqlab ham bo'lmaydi, eng qizig'i. Tushunarlimi? Shuni bosasan, podложка va buni bosasan, ya'ni o'zgartirish bosasan, bu yerda xohlagan odamga yozasan. Va bu shrifti bor ham. Bu shriftini ham tanlash bo'ladi. Imiz
eğer bo'lsa bir de roman. Bo'ldi, roman bo'ladi o'zi. Ne o'zgartirdi, bo'ldi, gap qisqa. Shunday emas bu yerda. Mehrozod tushundingmi? Aniqmi? Bajarib bilasanmi? Qarang, keyin endi keyingi bo'limlarimiz svet stranitsi deydi. Ya'ni svet stranitsi degani varaqning rangini o'zgartirish. Masalan, sariq qo'yamiz, yashil qo'yamiz. Yashil qo'yamiz, bo'ladimi? Xohlagan ranglaringizni qo'shishingiz mumkin. Tushundingizmi? Agarda другий svetni bossangizlar, o'zlaringiz rang yaratasizlar. Ha? Sariq, qizil, yashil va hokazo. Masalan, men shu olov rang yaxshi ko'raman. Asamsina. Ko'rdingmi? O'xshadimi? O'xshadi. Endi granitsa deydi. Ramkaga olishingiz mumkin endi. Shu oq qog'ozlaringizni ramkaga olamiz. Ramkani bosaman va bilan tushib narsam qalinligi bor. Masalan, mana qaysi qalinlikda. Mana shu eng qalin 3 ta chiziq bo'lsin mana. Va buni ham eng maksimali bo'lsin. Rangingiz u qarasi, shu qarada bo'lsin. Rasmlarni boshdan ko'rak. Ko'rdingmi? Korobkaga olib berdim zarar bersana. Korobkaga olib berdi. Endi qaranglar. Mana shu korobkani bitta bosib turib, olma o'zgartirishim mumkin. Javobida har xil narsalar bor. Bu narsani nima bilaman. Qo'yaverasan shu narsalar. Shundaymi? Xohlaganingizdan gap chiqib. Hammasi o'rtada turadi u. Обязательно o'rtada turadi. Boshqa narsadan nima olib chiqadi? Endi maket bo'limiga kiramiz bolalar. Bugun shu maketni o'tamiz polni. Keyingi setda hozir qalalarni o'tamiz shu hammasini. Birdaniga. Chunki bu yerda уже maqtay bo'limiz kerak. Spravka umuman kerakmaydi. Spravkada faqat yana dokumentatsiyasi bor. Bu ham ishlamaydi почти. Maqtay vid ikki bo'lim o'tamiz. Hozirchasi maket bo'limini o'tamiz. Maket bo'limida novalar bor. Qaranglar, men sizlarga ekran ochib ketiraman, ketiraman. Qaranglar, to'g'rimi? Bedam foliya deydi. Sizlar eng kattadan kichkisizlar. Nechasizlar? 7. Sizlarda chizmaslikdan fan bormi? Yo'q. Shu 8 9larda bor chizmaslikdan fan. Va qaranglar, bu chizmaslikdan fanda nima o'tiradi? Shu oq list, ya'ni A4 qog'ozda shu bizning shu nelarimiz shu A4 qog'ozda. Havo. A4 qog'oz, oppoq qog'oz, A4 qog'oz bizda sotiladigan. A4 qog'oz. A4 qog'ozini standart palantitel deydi. Ya'ni qaranglar bu narsasi. Eskuti. Verxu deydi 2 santimetr. Ya'ni bu tarafi qarang. Bu tarafi 2 santimetr, shu tarafı 2 santimetr bo'lishi kerak. Leva, chapi, leva, chapi 3 santimetr, verxu tepasi 2 santimetr bo'lishi kerak, yuqori 2 santimetr, bu taraf 3 santimetr bo'lishi kerak. Keyin esa nижний первый deydi, ya'ni bu tarafi 1,5, bu tarafi 1,5, bu yana 2,5, mana shunday bo'lishi kerak-da. Standartdan o'zi aslında. Bizga обычный turibdi, ya'ni standartda turibdi hammasi. Standartda ko'p qo'yish kerak. Keyin birinchi asosiy narsasi nima bu endi? Keyin buni biz xohlaganimizni o'zgartirishimiz mumkin. Qaranglar. Ko'z tutamiz. Ustidan yaratsangiz tutiladi hozir. Yo, tutildi, to'g'rimi? Bence tutib hammasini tossam bo'ladi. Tushundingizmi? Xohlagancha aytib ko'rish mumkin. Xohlasam shu chetini kelib qo'yaman. Xohlasam yana 1, 2 chiqardim. 2ni chiqardim, juda ko'p ko'pman. Buni ham o'zgartirsam bo'ladi xohlagancha. Lekin pastdagini o'zgartiryapti bu narsa. Tushunarlimi? Tushundingizmi aniq? Bo'ldi, qaranglar. Endi ikkinchisi bu bizda orientirasi. Biz buni ko'p ishlatamiz. Qarang, shu oq qog'oz bo'lgan bo'lsa, orientirasiyani bostirib albomni qilsam, qog'ozlarni chatda o'zlari yatirg'izib berdimi? Ya'ni yatirg'izib berdi oq qog'ozdan. Ikkita emas bu yana. Oq qog'ozga yana turadi, endi yatirg'izib berdi oq qog'ozdan. Tushundingmi? Albomni ham bor, knижный ham bor. Tushundingmi? Ne oq qog'oz? Normal. Aslında min turadi oq qog'ozlarimiz. 3 turadi oq qog'ozlarimiz. Dik turadimi?
O'shanga nima albomni qildim. Qog'ozlarimiz yetdi. 14 bit bo'ldi endi. Bunga ma'lumot sal ozroq sig'adi, yangi nisbatan. Tushundingmi? Qaysi nega ishlatilsa, shunda ishlataverasizlar. Endi, avo. Yangi metrosi chiqarsam, metrosi chiqarib beradi mana. Bitlab chiqarsam, bitlab chiqarib beradi. Keyin qaranglar, kolonka degan narsa bor. Bu kolonkalarni ham ko'p ishlatishimiz mumkin menimcha. Kolonkani bosib turib, V ni bossam, 2 qator deb yozib beradi o'zi. Bir betning o'zini 2 qatorni. O'sha, masalan, sizlar slovalardan olsa, menimcha ko'pincha ishlatib ko'rsa kerak 2 qator. Trini bossam, 3 qator. Uncha ming yo'q, maksimal 3 bor. Sleva bor. Sleva degani chapga teklab beradi. Sprava o'ngga. Tushunarlimi? Bizlar ko'pincha ikkisini ishlatishimiz mumkin maksimal bo'lsa. Shu tushunarli bo'ldimi? Keyin oho. Bu yoq taraf emas. Tamam. Birdan qaranglar, bu yani sleva. Sleva degani chapma 4 santimetr demak. Ko'rdingmi? Uni tanlab qo'ying. 4 santimetr demak. 4 santimetr chalab surib beradi. Yani bu tarafdan 4 santimetr surib beradi. Endi sprava bor. Bundan 2 santimetr suraman, qaranglar. Bu tarafga suriladi hozir. Ko'rdingmi? Do bor. Degani. 2 deyman. Yo'q bo'lmadi. 10 deyman. Yuqoridan pastga surib beradi. Post esa demak shundan boradi. Yani bundagi surib beradi. 21 bet bo'ldi. Ina ko'p mushtas ko'p, 1 bet. Tushunarlimi? Biz bugungi mavzumiz o'tishamiz kerak narsa shulardan iborat edi. Bu yerda ortiqcha qiyin narsa yo'q. Keyingi saytlarimizda stilka bo'limi bor. Stilka bo'limi ham yana bu yerda o'tgan stilkalarga o'xshaydi. No, sal bir-ikki farqlari bor. Shularni o'tamiz. Shu bilan keyin xudo xolasa Word darsini ham yakunlaymiz. Tushunarlimi? Hozir zadaniya bor.